Assalomu alaykum, sog'misiz, salomatmisiz? Aziz uy bekalari, bu video aynan siz uchun. Siz ham ro'zg'or qilasiz, ham ozgina bo'lsa ham daromad qilish, bu g'oz, o'rdak boqish. Agar tovuqlarim kasal deb o'lib ketadi deyotgan bo'lsangiz, hovlingizni oldida mana bunday katta ariqlar o'tgan bo'lsa, siz g'oz boqib yaxshigina daromad qilishingiz mumkin. Oldida o'tlar bo'lsa, bu ham yaxshi. Agar siz jo'ja ochiraman deyotgan bo'lsangiz, siz uchun qiziq ma'lumotlar video davomida oxirigacha ko'ring. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Foydali bo'ladi. Agar sizni tovuq boqsam kasal bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, g'oz boqing, o'rdak boqing. Bular ham tuxum qo'yadi. O'rdak bir yilda xuddi tovuqdek 200 tagacha tuxum qo'yadi. O'rdak, g'oz bu suvni juda ham yaxshi ko'radi. Bular kasal bo'lmasligi uchun albatta suvi har doim toza bo'lishi kerak. Kasalliklarni oldini olish uchun suvini har doim toza qiling g'ozlarga va o'tlayotgan joy bo'lsin. Mana bunday ariqlarning girdidagi o'tlardan toza yesa yaxshi semiradi. Kuni bilan o'rdaklar o'tlab, beda, sabzi, ashkadi, har xil sabzavotlarni bersangiz bo'ladi. Oqshomlikka don, makkayi, bug'doy bersangiz bo'ladi. G'ozlar bir yilda 30 ta 60 ta tuxum qo'yadi. O'rdakka qaraganda kam, lekin go'shi yog'li va yaxshi go'sht qiladi. 4 kilodan 7 kilogacha g'ozlarning og'irligi bo'ladi. Bitta erkak g'oz bo'lsa, 5 ta, 4 ta makyan g'oz olsangiz, g'ozni ko'paytirsangiz bo'ladi. G'ozlar tuxumi ozgincha qattiq bo'ladi. O'rdaklarning tuxumi, g'ozlarning tuxumi qattiq bo'lgani uchun tovuq 20, 19 yo 22 kunda ochsa, g'ozlar, o'rdaklar undan ko'ra katta vaqt oldinroq emas, kechroq ochadi. Chunki tuxumi qattiq, g'ozni tuxumi 28-30 kunda ochib chiqadi. O'rdakniki esa 27, 20, 30 kunda ochadi u ham. Bularni jo'jalarni katta qilishda e'tiborli bo'lish kerak. Quruq va iliq joy bo'lish kerak. Tovuqning jo'jasi uchun ham, g'ozniki uchun ham, o'rdakniki uchun ham iliq, quruq joy bo'lish kerak. G'ozlarni jo'jalarini 2-3 haftadan keyin suvga qo'ysangiz bo'ladi. Oldinroq qo'ysangiz, suvni sevuvchi parranda bo'lgani uchun suvga intiladi, lekin oldinroq suvga qo'ymang. Sovqatib kasal bo'lishi mumkin. G'ozlar kasal bo'lganda ko'proq yotib oladi va patlarini tashlab oladi. G'ozlarda uchrayotgan kasalliklar turli xil parazitlar va ich ketishi, nam va zax joyda tursa, keyin mana bu suzayotgan suvlari iflos bo'lishi kerak emas. Bu ham har xil kasalliklarni chaqiradi. O'shanga e'tiborli bo'lamiz va yaxshigina semirtirish mumkin. O'tlar ko'p bo'lsa, o'rdaklarga qaraganda g'ozlar ko'proq o't yeydi. Dandi har doim yotoq joyiga qo'yib qo'ying. Bug'doy, arpa, makka, mana bunday donlarni har doim yotoq joyiga qo'yib qo'ysangiz, g'ozingiz tezroq semiradi. G'ozlar ko'proq kilo bosish uchun bizlar kunduzi ko'proq o'tlatishimiz kerak va kechasiga dan ko'p yeyish kerak. O'rdaklar ham xuddi shunday o'tni yaxshi ko'radi, lekin g'ozchalik o't yemaydi o'rdaklar. O'rdaklarga turiga qarab ko'p tuxum qo'yadi. O'rdaklar ham tanasi oq, oyog'i sariq o'rdaklar ko'proq tuxum qo'yadi.